Qani rostdan cho'rni tochkalarni oppoq qilib chiqarib berarmikan? Ko'ramiz. Buni qarang effektini. Mana shu peeling penkalar yuzingizdagi dog', sepkil, o'lik hujayra, cho'rni tochkalarga qo'shib yuzingizni jigarini sug'urib oladi. Voydod internetlardan endi 350 mingga olmaysiz. Men sizga buni suv tekin narxlarda qilib beraman. Ham peeling, ham skrab, ham penka yuzingizni qordek oppoq qiladi. Shunaqa effektli mahsulotni bunaqa arzon narxga men ko'rmaganman. Nima sansan, sehrgarmisan? Qimmat Xodbek kremni olsam ham yuzimga ta'sir qilmaydi deganlar bu penkani albatta sotib olish shart. Sababi makiyaj qoldiqlari, SPF qoldiqlariga qo'shib jigarini sug'urib oladi yuzingizni. Uyimda tanalka to'lib ketdi, birorta tanalka tushmayapti deganlarga qaranglar. Sasovidagi AHA kislotasi yuzingizdagi o'lik terini tushirib, yuzingizni chinidan ham silliq qilib beradi. Endi hamma kosmetologlar meni yomon ko'rib qoladi. Sababi bu penkadan keyin birorta odam cheska qildirgani bo'lmasa kerak. Momiqqina krem ko'pik shaklida dog'larni ketkizib, sepkillarni ochartirib, cho'rni tochkalarni yo'qotib, ugridan qolgan dog'larni ochartirib, yuzingizni qordek oppoq qilib beradigan bu uchtasi birda penkalarda kim shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga 11 raqamini qoldirsin, Koreyada nomer 1 bo'lgan bu peeling penkalarni faqat o'sha insongagina $11 dan qilib beraman.